Salom do'stlar. Forex bozorida savdo qilib, foyda olish uchun bizda ajoyib bir ketma-ketlik bor. Shu ketma-ketlikni hozir men sizlarga o'rgataman. Bozor strukturasida bo'sh cho'ch yordamida biz trendni aniqlaymiz. Trend yo'nalishini aniqlaganimizdan keyin bizda kuchli va kuchsiz maksimum va minimumlarni aniqlab olamiz. Kuchli va kuchsiz maksimum va minimumlar aniqlangandan keyin bizda savdo maydonimiz shakllanadi. Savdo maydonimiz shakllangandan keyin biz savdo maydonimizdan entry zonalar qidiramiz. Entry zonalarni topganimizdan keyin narx shu entry zonamizga keladi va entry zonamizdan biz qo'shimcha tasdiqlar orqali savdoga kiramiz. Albatta, take profit, stop loss, risk managementga amal qilgan holatda. Haqida gapiramiz. Bo'z qanday tashkil topadi? Bo'z, ya'ni buy trendda, o'sib boruvchi trendda o'zidan oldingi maksimumni narx yorib o'tsa, bo'z hosil bo'ladi. Ya'ni break of structure, struktura sinishi hosil bo'ladi. Sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Sekund. Mana impuls, korreksiya, impuls. Ya'ni bu yerdagi maksimumni bozor narx yorib o'tdi. Bu yerda bo'z bo'ldi. Yana bu yerda impuls, korreksiya, impuls. Yana bu narx o'zidan oldingi maksimumni yorib o'tdi. Bu yerda ham bo'z hosil bo'ldi. Uptrendda o'zidan oldingi maksimumlarni yorib o'tishi, ya'ni narx yangilab o'tishi bu bo'zni hosil qiladi. Bo'z yordamida ko'rib turganlaridek bizda trend hosil bo'ladi. O'zidan oldingi maksimumni yorib o'tyapti. Bu yerda ham o'zidan oldingi maksimumni yorib o'tyapti. Bizda ya'ni trend hosil bo'lyapti, ya'ni uptrend. Endi downtrend haqida gapiramiz. Downtrendda narx o'zidan oldingi minimumlarni yorib o'tsa bo'z bo'ladi. E'tibor beringlar. Buy trendda o'zidan oldingi maksimum yorilsa bo'z bo'ladi. Sell trendda o'zidan oldingi minimum buzib o'tilsa bo'z bo'ladi. Bunda ham ko'rib turganlaridek trend hosil bo'lyapti. Indeksak yana anaroq bo'ladi. Mana. Bunda bozor o'zidan oldingi maksimum buzib o'tsa buy trend shakllanyapti. Bunda o'zidan oldingi minimumlar yangilansa sell trend hosil bo'lyapti. Xo'p, do'stlar qaranglar. Bozorda kuchli tomon bo'ladi, kuchsiz tomon bo'ladi. Keyin bozor doim kuchsiz tomonga harakatlanadi va kuchsiz tomonni yorib o'tadi. Biz bu kuchli va kuchsiz tomonlarni qanday aniqlaymiz? Xo'p, e'tiboringlarni, diqqatinglarni jamlab kuzatishinglarni maslahat beraman. Hozir shuni sal yaxshiroq qilaylik. Qaranglar. Bizda bozorda maksimum bor, to'g'rimi? Mana impuls, korreksiya bo'lyapti, to'g'rimi? Bu yerda maksimum shakllanyapti va yana impuls bilan bu maksimum yorib o'tilyapti, ya'ni buzilyapti. Bunda bizda maksimum kuchsiz bo'ladi, mana bu minimum kuchli bo'ladi. Kuchsiz bo'lganining sababi buzilgan, narx buzib o'tgan. Buni kuchli bo'lganligining sababi bu kuchsiz maksimumni yorib o'tishga impuls shakllantirib berdi. Xo'p, qaranglar. Bu maksimumni bu impuls yorib o'tdi, to'g'rimi? Bu yerda yana maksimum shakllanyapti, korreksiya bo'lyapti, yana impuls bilan yana maksimum buzilyapti. Ya'ni bu maksimum kuchsiz, bu minimum kuchli bo'lyapti. Bu yerda ham maksimum bor, minimum bor va maksimumni buzilishi bor. Bunda maksimum kuchsiz bo'lyapti, minimumlar kuchli bo'lyapti. Xo'p. Bozorda hozir aytganimdek, bozor doim kuchsiz tomonni urib ketadi. Maksimum buzilyaptimi? Maksimum tomon kuchsiz. Minimum yorib o'tyaptimi? Minimumlar kuchli bo'ladi. Xo'p. Bizda qachonki kuchli tomon yorib o'tilsa, bizda cho'ch hosil bo'ladi. Ya'ni trend change, trend o'zgarishi. Misol uchun buy trenddan sell trendga o'zgarishini bizga bildirib turadigan narsa bu cho'ch. Mana bu yerda ham maksimum buzib o'tilgan, bu kuchsiz maksimum, kuchli minimum. Bu yerda ham hozir bozor kuchli minimum yorgandan keyin bu maksimumni yana ozgina atkatib turib, bu maksimumni yorib o'tish kerak. Lekin bozor nima qildi? Kuchli minimumni yorib o'tdi. Narx kuchli minimum yorib o'tgandan keyin bu yerda trend change hosil bo'ldi, ya'ni cho'ch. Endi bozor buy trenddan endi sell trendga yuradi. Sell trendga yurganda endi minimumlar kuchsiz bo'ladi, maksimumlar kuchli bo'ladi. Sababi hozir aytganimdek, minimumlar sinib o'tyapti, bo'z bo'lyapti, ya'ni. Bu
Bu yerda minimum boss bo'lyapti, bu yerda ham boss, bu yerda ham boss, bu yerda ham boss. Bu yerda minimum kuchsiz bo'lyapti-da, maksimumlar kuchli bo'lyapti. Ha bu yerda bo'lsa, kuchli maksimumni bozor buzib o'tyapti. Bu yerda ham cho'ch hosil bo'lyapti. Endi bu yerda minimumlar kuchli bo'ladi, maksimumlar kuchsiz bo'ladi. Bu yerda ham yana kuchsiz bo'lyapti. Bu yerda kuchli bo'lib ketyapti. Bozor shu tariqasida davom etadi. Ya'ni boss cho'ch. Boss o'zidan oldingi struktura singanini bildiradi. Cho'ch trendni o'zgarganini bildiradi. Xo'p, biz boss cho'ch nimaligini bildik. Bozorning kuchli va kuchsiz tomonini aniqlashni bildik. Lekin biz qayerda qanday savdoga kiramiz degan savollar, menimcha savol hammada bo'lsa kerak. Shu savollarga endi hozir javob izlaymiz. Qaranglar, bizda impuls bor, korreksiya bor, impuls bor. To'g'rimi? Biz o'zidan oldingi maksimum buzilsa, ya'ni boss hosil bo'ladi dedik. O'zidan oldingi maksimum buzildi, bu kuchsiz maksimum bo'ladi, bu kuchli minimum bo'ladi. Endi bozorda biz kuchli minimumimiz aniqlandi. Ya'ni bu bizning kuchli minimumimiz. Belgilab olamiz. Xo'p. Kuchli minimumimiz. Endi biz maksimumni, kuchsiz maksimumni aniqlashimiz kerak. Bu yerda bozor orqaga ozroq yurganda, endi bu yerda kuchsiz maksimumni aniqlash uchun ishlatiladigan modellar bor, ishlatiladigan instrumentlar bor. Ularni ham sekin ketma-ketlikda darslik qilib chiqaramiz. Xo'p, deylik. Bozor orqaga korreksiya qilyapti. Korreksiya beryapti. Bizni bu yerda kuchsiz maksimumimiz tasdiqlandi. Kuchsiz maksimum. Bu yerda kuchli minimum. Bu yerda kuchli minimum, bu kuchsiz maksimum. Nimaga desak, bozor o'zidan oldingi maksimumni buzib o'tdi. Buzib o'tgandan keyin minimum kuchli bo'ladi, maksimum kuchsiz bo'ladi. Biz endi boshida aytganimizdek savdo maydonimiz shakllandi shu yerda. Bizda shu yerda savdo maydonimiz shakllandi. Bu yerdan biz bu yerda bo'lishi mumkin yoki bu yerda bo'lishi mumkin. Order bloklar joylashgan bo'ladi do'stlar. Order bloklarning ham o'zini qonun qoidalari bor. Order blokdan oldin FBG bo'lishi kerak, FBG dan oldin liquid zonalar bo'lishi kerak, undan keyin order blok bo'lishi kerak. Xullas shunaqa gaplar. Ularni ham sekin-sekin darslik qilib sizlarga tushuntirib o'rgatib o'tamiz. Xo'p, hozir mavzuga qaytadigan bo'lsak, bizda kuchli minimum bor, kuchsiz maksimum bor. Bu yerda deylik order bloklar bor. Narx shu zonalarimizga keladi. Kelib turib kuchsiz tomonni yorib o'tadi. Aytganimdek, bozor doim kuchsiz tomonni yorib o'tadi. Biz shu order bloklardan entry modellar topib kelgandan keyin, shu zonaga kelgandan keyin tasdiq bilan entry modellardan shu bozorning kuchsiz tomoniga qarab ishlab olsak bo'ladi. Ya'ni bu maksimumgacha. Mana narx bundan ketmasligi mumkin. Bu yerdagi order blokidan ketib, bu maksimumgacha biz ishlab olsak bo'ladi. Bozor strukturasi oddiy. Просто buni mukammallashtirib olmasligimiz kerak. Chalkashtirib olmasligimiz kerak. Qancha ko'p chalkashtiradigan bo'lsak, shuncha bozorda foyda qila olmasligimizni kafolatlaydi. Ya'ni zarar qilishimizni kafolatlaydi. Biz zarar qilishimizni kafolatlash kerak emas, bizni foyda qilishimizni kafolatlashimiz kerak. Ya'ni bozor strukturasidan to'g'ri unumli foydalanishimiz kerak. Agar bozor strukturasini noto'g'ri anglab yetadigan bo'lsak, biz doim minusda bo'lamiz. Shuning uchun bozor strukturasini to'g'ri taqsimlab, to'g'ri aniqlab, keyin trend bo'ylab savdoga kirishimiz kerak. Hech qachon trendga qarshi savdo qilmasligimiz kerak. Trendga qarshi savdo qilsak, bu o'zimizning kapitalimizni xavf ostiga qo'yamiz. Hech kimga menimcha pulni yo'qotish, pulni havoga uchirib yuborish, minus qilish yoqmasa kerak. Hammaga Xudo xolisa foyda qilish yoqadi deb o'ylayman. Biz shu kuchli va kuchsiz tomonimizni aniqlaymiz, savdo maydonimizni shakllantiramiz, entry zonalar topamiz, entry zonalarga narx keladi, kelgandan keyin biz
qo'shimcha tasdiqlar topib, bozorni kuchsiz tomoniga qarab foyda qilamiz.